Siz o'qituvchini oldiga nima deb borasiz? Ayrish kerak. Ha, bo'pti, ayt olgizyapti 5,5. 8 olaman, siz 8 olgiziryapti o'qituvchilar. Insonni bilimini hech qachon me'yorda bergizib bo'lmaydi. Esingizdan chiqmasin. Mana shunday ustozlarga maslahat bermoqchiman. Mana misol o'quvchi boradi, bilimidan qizg'onadi. Ko'p o'quvchi ustozlarda bor holat bu. Endi bu ko'proq repetitorlarga tegishli bu gapim. Mana bir miqdorda siz me'yordagi bilimni beradi-da, bu yerda bundan ortiqcha senga deydi. To'g'risi. Lekin bu xato. Chunki ilmni hech qachon jilovlab bo'lmaydi. Ilm olishni hech qachon jilovlab bo'lmaydi. Sizdan olgan ilmni ma'lum bir darajada ko'prik vazifasida ishlatish mumkin u. Balkim uyda kitob o'qir yoki sizdan boshqa ustozi ham bo'lishi mumkin u o'quvchini. Shuning uchun biz ustozlarga maslahat berib qolaman. Ustoz o'zida yo'q ilmdigina berishga harakat qilish kerak hozir yoshlarimizga. Buni tushungan odam tushunadi.